Dilfuza opa, ZVP tekshiruvi nima degani? Zrительный вызванный потенциал. Buni oddiy misol bilan olsak, bu bizning miyamiz. Ko'ruv markazi miyani ensa qismida joylashgan bo'ladi. Bizning ko'zlarimiz ma'lumotni ko'radi, sitchatka to'rt parda orqali qabul qilib oladi va ma'lumot ko'ruv yo'llari orqali miyaga o'tib, ko'ruv markaziga borib обработка qilinadi va shu ma'lumotlar keyin sekin ko'ruv yo'li orqali ko'zni oldingi qismiga qarab yuradi. Zrительный вызванный потенциал aynan shu yo'llardagi o'zgarishni ko'radi. Bu tekshiruv asosan tarqoq sklerozni erta davrlarda aniqlab beradi. Tarqoq skleroz bu bilinmaydi, hech qanaqa shikoyat, hech qanaqa katta belgilar bilan boshlanmaydi, lekin bu kasallik sekin kuchayib ketadi-da, keyin oyoqda, yurishda qiynalish, holsizlik va borib tekshirtirsa, MRT qilsa, katta demonizatsiya o'choqlari aniqlanadi. Biz ZVP orqali bu o'choqlar hali ko'payib ketmasdan, kattalashib ketmasdan oldin aniqlab davolashni boshlaymiz. Bu kasallikni invalidizatsiyaga olib kelishini, invalidlashtirishni kamaytirishiga yordam beradi.